Qizlar salom, yaxshimisizlar? Qizlar, sizlar bilan bugun biza novinka mahsulotimiz toner haqida gaplashamiz. Ya'ni, oldin bizada metelarniy suvlari bo'lardi, mana haliyam chiqyapti. Lekin novinka bo'lib, mana boshqacha ko'rinishda novinka bo'lib chiqdi mana. И bunisi toneri, bunisi metelarniy vodasi. Kimga kerak bo'lsa, zakaz qilinglar. Bu mahsulotimiz judayam yuzimiz uchun foydali mahsulot bo'ladi. Ya'ni yuzimizni tozalashimizda, yuzimizni har xil surgan tenimiz bo'ladimi, tushimiz bo'ladimi, o'zinglar bilasizlar, oddiy oqar suvda yuvish yoki sovunlarda yuvish tavsiya qilinmaydi. Faqatgina shunaqa metelarniy suv, penka shunaqa vositalarni ishlatish kerak. Yuzimizni baryerini buzib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun biz mana shu metelarniy suvdan yoki bo'lmasam tonerdan, tonerimiz ham yumshatuvchi, o'ziga xos hidga ega, yuzimizni judayam mayin qilib beradi. Juda foydali mahsulotlar. Kerak bo'lsa zakaz qilinglar qizlar. Lichkaga o'tinglar, sizlar bilan ishlab daromadga chiqamiz. Yanayam ko'payamiz, komanda tuzamiz qizlar, o'tinglar.